Assalomu alaykum, chorva ishqibozlari, qo'y qo'zi ishqibozlari. Bugun 20-dekabr. Maydalab mana yomg'ir yog'ib turibdi, qo'ylar bug'doy yeb yurishibdi. Ko'pchilik bozorda yoki shu kommentariyada savol bilan murojaat qiladi. Qo'yni tug'ish vaqtini yoki yaqin qolganligini qanaqa qilib bilsa bo'ladi degan mazmundagi savol. Xo'p, akalar, mana shu qo'y 6 tish. Qo'yni e'tibor beramiz. Yelini doim ham unaqa katta bo'lmaydi. Bu qo'y yelini katta. Qo'yni qorni pastga badandan qo'yib yuboriladi tug'ishga yaqin. Mana shu qo'yimiz ham xudo xolisa inshaalloh yo bugun yo ertaga tug'ib beradi. Keyin qo'y orqa tarafiga qaraydigan bo'lsak, orqa taraf ichkariga ozgina kirib qoladi. Endi buni yana boshqa tomondan bilish mumkin. Endi qo'yni ko'rganda, ushlab ko'rmasdan biladigan belgisi mana shu. Yana boshqa usullarni bilganlar kommentariyaga izohingizni qoldiring. Bilmaganimizni bilib sizlardan o'rganamiz.